Assalomu alaykum. Hurmatli Xorazm Chef Gurman kanalining kuzatuvchilari. Yine bugün sizlere Xorazmning lezzetli taomlaridan biri erik gulli xo'rozimizdan o'ylanmayan ho'kizning mishakli yerlaridan mozala qilib xorazmcha suzma palov pishirib beramiz. Bunga yetadigan mahsulotlarimizdan erik gulli xo'rozimiz, mol go'shtimizni mishakli yerlaridan, alanga burunch, xorazmning gashiri. Bu suzma palovimizni pishirishda bizlarga yordam berib hamkorlik qiladigan ukamiz Muratbek ukamiz bilan birgalikda pishiramiz. Xo'rozimiz bilan go'shtimizni tuzlab qo'ydik. Endi esa gashirni doğrashga o'tamiz. Aziz do'stlar, Xorazm Chef Gurman hamma sizlar uchun izlanishda g'alating shunday anjirni chiqarib zo'r taomlarni pishirib beramiz. Xorazm Chef Gurman. Like,